Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana 70 avtobus ham o'tib ketdi. Men hozir xo'jayinim bilan aylangani chiqdik ko'chaga. Videoga olay dedim. Mana chap tomonimizda turgan baland zdaniya metro Obvodniy kanal. Tepalarida shunaqa ham chiroyli magazinlari bor. Menga obuna bo'lib, like bossalaring juda ham xursand bo'lardim. Mana hozir svetofordan mashina yo'li yuziga o'tib olamiz. Sizlarga Obvodniy kanalini ko'rsataman. Qorlarda qaranglar qanaqa chiroyli, lekin havo juda sovuq. Shabada bilan bo'lgani uchun qo'llar suv qatib muzlatyapti, burunchalar ham suv qatyapti. Mana qaranglar, kanal muzlagan. Umuman suv yo'q. Shunday qalin kanal muzlagan. Shunaqa ham bo'ladi sovuq, qaranglar. Chiroyliligini qaranglar, manzaralarni. Odamlar o'tyapti, shunday sovuq joylarda musofirlar ishlashyapti. Hammalariga omad. Mana ustalar ham sovqatib o'tib ketishyapti. Kimki mana shu Rossiyada ishlaganlar, musofirlar, hammalaringga omad. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar.